Diqqat! Yanvar oyi pensiyalari qachon beriladi? Pensiya jamg'armasi rasman javob berdi. Bu xabar minglab pensionerlarni qiziqtirmoqda. Yanvar oyining pensiyasi kechigadimi? Pul qachon tushadi? Pensiya jamg'armasining muhim javobi hozirgina e'lon qilindi. Pensiyani kutayotganlar ogoh bo'ling. Pensiya masalasi bo'yicha rasmiy ma'lumot e'lon qilindi. Pensiya jamg'armasi nima dedi? Batafsil videoda tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, pensiya jamg'armasi yanvar oyi pensiya to'lovlari bo'yicha fuqarolarni qiziqtirayotgan barcha savollarga izoh berdi. Amaldagi tartibga ko'ra, pensiya mablag'lari har oy bank plastik kartalari orqali oluvchilarga oyning 5-sanasiga qadar o'tkazib beriladi. Pensiyani naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa to'lovlar har oyning 4-sanasidan 27-sanalari oralig'ida yetkazib beriladi. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlari Yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari etib belgilangan. Shu sababli yanvar oyining pensiyalarining to'lanishi muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasining ma'lum qilishicha, pensiya to'lovlari har oy tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun asosida moliyalashtiriladi. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonuni bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlangan. Shundan kelib chiqib, yanvar oyi uchun pensiya to'lovlari bank plastik kartalari orqali oluvchi fuqarolarga 2026-yil 5-yanvardan boshlab yuklab berilishini ma'lum qilinadi. Shu kunlardan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya yetkazib beruvchi tashkilotlarga ham mablag'lar moliyalashtiriladi. Naqd shaklda pensiya oluvchi fuqarolarga esa yanvar oyining pensiyalari 2026-yil 5-yanvardan 27-yanvargacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kunlarda, ya'ni grafiklar asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib berilishi ta'minlanadi, deyiladi ma'lumotda. Aziz fuqarolar, ushbu xabarlarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.